Fransuz kruasanini bugun tayyorlaymiz. Nuri, sanichi. Apparat tayyorlaymiz. Droja. Un solamiz, ozgina. Shakar solamiz, aralashtiramiz. Tak, xamirga un, tuz, apparat, shunaqa ishib chiqish kerak. Muzli, elikeli suv bo'lishi kerak. Sut. Xamirimiz shunaqa qattiq holatda bo'ladi. Bir kun tindirishga xolodilnikka qo'yamiz. Kruasan uchun yog' olamiz. Prezident yog'dan foydalanamiz. Shunaqa qilib chiroyli kesib olamiz. 750 gram prezident yog' ishlatamiz. Bir pors kruasan uchun. Tekis qilib, qattiq qilib yoyib olmaymiz. Bo'lmasam yirtib chiqib ketib qoladi. Xamirni kruasanni yog' uchun moslab yoyib olishimiz kerak. Xamirni yoyib bo'lib bir yarim soatga marazga qo'yamiz. Qattiq qilib olamiz. Uncha qatib ham ketmasligi kerak. Yoyilishga oson bo'lishi kerak. Xolodilnikdan chiqdi xamirimiz. Sal rezinkaroq bo'lib oldi. Muzdek -1 gradus. Xamirimizni gradusi. Silishni yog'imiz xona haroratida. O'rtasiga qo'yamiz. Yopamiz. Kitob usulida yopamiz. Orasida qolib ketishi kerak, silishni yog'. Yog'imiz bir xil yoyilish uchun ezib chiqamiz. Va 1 metrga 30 sm qilib yoyamiz. Kesamiz. Taklash jarayoni. Bu 2 qavatli qilib taklaymiz. Bu ikki yonni kesamiz. Bu ikkinchi yoyishimiz, yonlariga yog' yetib bormagan joylarni kesib tashlaymiz. Bittali taklash. Taklashlarga e'tibor beramiz. Bir-biriga tushadi bu. Yoydi yana bir marta. Oxirgi taklashimiz. Bu ham oddiy bo'ladi. Kesamiz, bunisini ham marazkiga qo'yamiz. Yarim soatga. Xamirni 1 metrga 30 sm yoydik. Kesdik va bo'ldik. Kruasanlarimizni rastokaga qo'yamiz. Ishib chiqdi, ko'rishlaringiz mumkin. Tuxumni surkab olib, 180 gradusda 18 minutda pishirib olamiz. 180 gradusda shunaqa qip-qizil kruasanlarimiz pishib chiqdi. Hammaga rahmat. Kelinglar, mehmon qilamiz.